Chempionlar Ligasining eng tezkor futbolchilari kim? Yo'q, bu Mbappe emas. Tezlik zamonaviy futbolining ajralmas quroli. Ayniqsa Chempionlar Ligasida bu yerda har bir soniya g'alaba yoki mag'lubiyatni hal qilishi mumkin. Ushbu mavsumda turnirning eng tezkor futbolchisi Erling Haaland bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, norvegiyalik hujumchi rekord darajadagi 36.9 km/soat tezlikka erishdi. Afsuski, Haaland bu natijasini yaxshilay olmaydi, chunki uning jamoasi Manchester City yarim finalda Real Madridga yutqazib musobaqadan chiqib ketdi. Kimlar eng tezkorlar safida? Haalanddan keyin kuchli uchlik PSG va Real Madridning yulduzlari egallab turibdi. Ikkinchi o'rinda Ashraf Hakimi 36.5 km/soat tezlikka chiqa olgan. Uchinchi o'rinda esa Kylian Mbappe 36.4 km/soat tezlikka chiqa olgan. Mbappening kuchli uchlikdan joy olgani e'tiborga loyiq, ammo fransuz hujumchisi bu safar tezkorlar orasida birinchi bo'la olmadi. Vinicius Junior 35.5 km/soat bilan 16-o'rinni egallab turibdi. Bu yilgi Chempionlar Ligasidagi tezlik bo'yicha kurash juda qizg'in kechdi. Endi savol tug'iladi: kelasi mavsumda kim rekord o'rnatadi? Qisqa va lo'nda futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun 365 Sportga obuna bo'ling.